ukangiz haqida ozgina ma'lumot bersangiz, qaysi kasallik bilan necha yil bo'ldi kasallanganlariga? Butun mazasi bo'lmay qoldida. Bosh og'rigan, hushidan ketib qolgan nimalarda, yo'llarda. 4-bosqich miya saratoni deydi. Metastaza berganmidimi? Hamma joyga metastaza berilgan. Badanlarigacha, polni suyaklarigacha berilgan. Endi chiqib ukamga aytishim kerak, aytolmayman-da. Rosa O'sha vaziyatga eshitganingizda dushmanimga ham ravo ko'rmayman-da bunaqa vaziyatni. Kimyo olib keldi. Olib kelgan kuni 3-kuni o'zi ko'zlari shunday qorachiqlar boshqacha bo'lib qoldi-da. Bu Moskvadagi odam ham topishib bergan odam, bizga umuman yaqinlik joyi yo'q. Lekin qancha xarajat bo'lsa hammasini qilib, tekshirtirib, polni nima qilib berganda. Duo. Duo nima? Duo bu ibodat. Duo bu suyanishlik. Duo bu so'rov. Duo nido. Duo so'z. Duo bu hamd sano maqtov. Duo avvalambor ibodat deb aytdik. Kishi duo qilishlik bilan o'zini duo qilinayotgan, so'ralayotgan tomonga faqirligini, muhtojligini, xorligini tan olishligi. Kishi Robbisiga duo qilar ekan, o'zini Allohning beradigan yaxshiliklariga muhtojligini, o'zini zaifligini va mana shu muhtoj bo'lib turgan narsasiga faqat Alloh subhanahu va taologina qodir ekanligini tan olishligi hamda duo bu iymonning cho'qqisi hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo quyidagi oyat karimada Allohni qo'yib sizlarga foyda ham ziyon ham yetkaza olmaydigan kimsalarga duo qilmanglar dedi. Demak, ibodat faqat Allohga bo'lar ekan, duo ana shu ibodatning bir ko'rinishi bo'lganligi uchun Allohdan boshqaga duo qilayotganlar, Allohdan boshqaga sig'inayotganlar qatorida bo'ladi. Nauzubillah. Duo bu bandani suyanishligi. Alloh taolo shunday bir marhamat qiladi: "Vad'u shuhadaakum min dunillahi in kuntum sodiqin." Mushriklarga Muhammad alayhisalom Qur'on oyatlarini o'qib berib, bu Allohning kalomi ekanligini aytganda, ular bu Muhammad o'zi yozib olgan yoki falon joydagi bir Rahman ismli bir kishi unga o'rgatyapti deyshar edi. Alloh taolo ularga xitob qilib, agar sizlar biz bandamizga tushirgan narsadan, Qur'ondan shak shubhada bo'lsangizlar, u holda shunga o'xshagan birgina sura keltiring va Allohdan o'zga guvohlaringizni chaqiring agar rostgo'y bo'lsangiz. Alloh taolo mushriklarga agar qo'lingizdan keladigan bo'lsa shunday yozishlik, yordamga Allohdan boshqa insu jinni hammasini yig'ing dedi. Duo yordam so'rashlik. Duo bu savol dedik. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum dedi Alloh marhamat qilib. Parvardigorimiz duo qilinglar, men ijobat qilaman dedi. So'rashlik Alloh taologa bo'ladi. Suyanishlik Alloh taologa bo'ladi. Qo'rqishlik Alloh taolodan bo'ladi. Inobat faqat Allohga nisbatan bo'ladi. Jannatiylar jannatga kirar ekan, bir-birlariga da'vahum fiha subhanaka Allohumma va tahiyyatuhum fiha salam. Alloh azza va jallaga biror narsani so'ramoqchi bo'ladigan bo'lsa jannatiylar subhanaka Allohumma der ekan. Bu duo bo'ladi va Parvardigorga so'zlashlik bo'ladi. Ulamolar aytadi, Alloh menga so'zlasin desa bir kishi Qur'on o'qisin. Chunki Qur'on Alloh taoloning kalomi, bandalarga yuborgan, Qur'onda eshitar ekan, Alloh unga so'zlaganligini topadi. Endi Allohga gapi bor odam bo'lsa, namoz o'qisin va orqasidan duo qilsin deydi. Qo'lingizni ochib Allohga duo qilib turgan paytingizda Alloh bilan gaplashayotgan bo'lasiz. Alloh taolo bilan gaplashlikda mana duo dedik. Mana duolarda eng bir ulug'laridan Ibrohim alayhisalomning sunnatlaridan qolgan bir sunnatki munojot degan ibodatni aytib o'tganmiz. Kishi Robbisi bilan xuddi Robbisini ko'rib turganda qanday gaplashishligi mumkin? Xuddi shunday gaplashishligi munojot deyiladi. Agar inson mana shu ibodatni huzur halovatini topadigan bo'lsa, ko'proq yolg'iz qolishni xohlaydigan bo'lib qoladi. Duoni albatta hammamiz qilamiz. Va har bittamiz duolarimizni ijobat bo'lishligini xohlaymiz. Hech kim noumid bo'lishni xohlamaydi. Mustajob bo'ladigan duo egalari kimlar? Qaysi kishilarda duolarini Alloh taolo ijobat qiladi? Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalariga quloq soladigan bo'lsak, ulardan shunday bir xulosa chiqarsak bo'ladi. Birinchidan, mustor odamning duosi ijobat bo'ladi. Qiyinchilikka tushgan, mashaqqatga tushgan, Allohni o'zigagina yig'layotgan kishi
o'rtaga hech kimni qo'ymas ekan, Allohdan boshqa hech kimdan umid qilmasdan duo qilar ekan, albatta duosi ijobat bo'ladi. Ikkinchisi, mazlum odamning duosi ijobat bo'ladi. Agar u kofir bo'lsa ham. Bir kishi ikkinchi kishi zulm qilar ekan, zulm ko'rgan kishi shu odamning haqqiga duo ibodat qilar ekan, duosi albatta ijobat bo'ladi. Yana qaytarib aytamiz, agarchi bu odam kofir bo'lsa ham, ota-onani farzandini haqqiga qilgan duosi ijobat bo'ladi. Odil imomning duosi ijobat bo'ladi. Solih kishining duosi ijobat bo'ladi. Ota-onasiga yaxshilik qiluvchi bo'lgan farzandni ham duosi ijobat bo'ladi. Ro'zadorning duosi ijobat bo'ladi. Musulmonni boshqa bir musulmon birodarga g'aybdan, zohiril g'oyibdan qilgan duosi ijobat bo'ladi. Va modomiki musulmon gunoh, ma'siyatga yoki qotil rohimga duo qilmas ekan, u musulmonning ham duosi ijobat bo'ladi. Gunohlardan tavba qilmoqchi bo'lgan odamning duosi ijobat bo'ladi. Hamda musofirning duosi ijobat bo'ladi. Mana quyida 11 ta duosi ijobat bo'ladigan odamlarda ro'yxati aytilindi. Endi quyida hadislarga quloq solamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima degan? Duosi ijobat bo'ladigan odamlarni sanab o'tdik. Endi duo qilishlikdagi ba'zi bir shartlar bor. Mana shu shartlar bizda bormi? Mana hammamiz duo qilamiz. Ijobat bo'lishligini xohlasak, ijobat bo'lishlikda shartlarini qoyim qilishligimiz kerak. Hammamizga kerak narsa bu. Chunki duo ibodatmi? Ibodatni qabul bo'lishini xohlaymizmi? Tahoratimiz bo'lmasa, o'qigan namozimiz qabul bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, kun hali botmasdan turib, og'zini ochib yuborgan kishining ro'zasi qabul bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, biz duo qilsak-ku, duoning ijobat bo'lishlik shartlarini bajarmagan bo'lsak, duolarimiz ijobat bo'lmaydi. Birinchidan, duo qilayotgan odam qalbida faqat ixlos bilan duo qilishligi kerak. Alloh taoloning o'zigagina duo qilishlik kerak. Chunki agar bandalarim men haqimda sizdan so'rasa, ey Muhammad alayhisalom, ayting, men ularga yaqinman. Allohni qo'yib, sizlarga foyda ham, ziyon ham keltirmaydiganlarga duo qilmanglar, deyapti. Qo'lni ochganda, "Ey Parvardigorim" dedi, bo'ldi. O'rtaga pirlar, avliyolar, ota-bobolarning ruhlari, bularni qo'shishlik shirk bo'ladi. Ota-bobomiz ruh qo'llasin. Davud pirim qo'llasin. Bilamiz shunaqa bir narsalar keng yayilib ketgan. Albatta bu ilmsizligimizdan paydo bo'lib qolgan biz o'rtamizda. Duo faqat Allohga qilinadi. Agar mana shu Allohga qilinayotgan duoda ichida opa-dadamizmi, pirmi, qaysi avliyo kirib qoladigan bo'lsa, bu duo albatta ijobat bo'lmaydi. Balki bu bil aks shirkka olib boradi. Ikkinchidan, duoda ijobat bo'lishining sharti shu duo qilayotgan kishi Allohning buyruqlarini bajarayotgan va gunoh, ma'siyatdan tiyilayotgan bo'lish kerak. Bir duo qilib qo'yaman haqqingizga deyotgan kishini bir qator qarab qo'yaylik kimligini. Albatta yaxshi duo qilgan, lekin duosi ijobat bo'ladigan odamlarda bitta sifat shukanki, amr ma'ruf nahiy munkarda Allohning buyruqlarini qiladi, gunohlardan tiyiladi. Chunki gunohni qilmasdan qilib yurgan odamni, harom yeyotgan kishini duosi ijobat bo'lmasligi haqida mana hadislar bor. Uchinchidan, kishi duosi ijobat bo'lishligi uchun yegani, kiygani, ichgani halol narsadan bo'lishligi lozim. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam, ana hozir sharhini o'qiymiz. Musofirning duosi ijobat degan, lekin safar uzoqligidan yegani harom, ichgani harom, kiygani harom bo'lib ketdi. Duosi qanday ijobat bo'lsin buni deydi. Duosi ijobat bo'ladigan musofir agar luqmasi harom bo'ladigan bo'lsa, kiygan kiyimi, ichgan sharobi harom bo'ladigan bo'lsa, duosi ijobat bo'lmaydi. To'rtinchidan, bir duoni qilib ijobat bo'lishligidan oldin inson tomonidan savobli amal qilishligi kerak. Ota-onaga bir xizmat qilindi, orqasidan duo qilindi. Inshaalloh ijobat bo'ladi. Kambag'al bechoraning boshini siladik, yetimga muruvvat qildik, savobli ish bo'ldi. Ya'ni yuziga bir odam kelib bir xizmatingizni qilib turib, pulini ber desa, albatta berasiz. Endi aksincha kelib turib bir narsani buzib qo'yib turib pul bersa nima deysiz? To'ylarda Alloh saqlasin, bir johil to'ylarda oldinglarga qo'yilgan qadahlarda olinglar, kelin kuyovga baxt tilaylik deydi. Tilashlik nima? Bu duo edi bu. Duo kimga qilinardi? Allohga qilinardi. Allohni g'azablantiradigan, ma'siyatga to'lgan majlisda bu 2 yoshli baxtsizlanyapti. Duo qilishlikdan burun birodarlar 5 so'm sadaqamidi. Ota-onamizning bir xizmatimidi. Savobli ish qilib turib orqasidan duo qilsak, ijobat bo'lishi shartlaridan bittasi shu bo'ladi. 5-inchisi, inson pokiza bo'lishi kerak, tahoratli bo'lishi kerak. Duoning odoblaridan. Mana keyingi bandga o'tamiz. Duoni ijobat bo'ladigan bir vaqtlari bor. Muborak vaqtlar. Bu Arafa kunida duo qilishlik, Ramazonda duo qilishlik, Juma kunida duo qilishlik.
Sahar vaqtida duo qilishlik. Va bil asharihum yastaghfirun. Allohning solih bandalari saharlarda Allohga istig'for aytib duo qilishadi. Duoni odoblaridan bittasi shuki, insonni ba'zi bir holatlari ham duoni ijobat bo'lishiga sabab bo'ladi. Sajda qilib turgan holatda. Aqrabu ma yakunu abdu min robbihi va huwa sajid dedi Rasululloh. Bandani Robbisiga eng yaqin bo'lgan holati peshonasi yerga tegib sajda qilib turgan holati. Subhan robbiyal a'loni aytib bo'ldingizmi? So'rang siqqanicha. So'rang, malollangunizcha so'rang. Payg'ambarimiz aytadi, sizlar so'rab malollanib ketasizlar, lekin Parvardigoringlar eshitib malollanmaydi deydi. Bandasidan so'raganimizni yomon ko'rsa, Parvardigorimizdan so'ramay qo'ysa yaxshi ko'rmaydi bizni. So'rang. Agar hojatingizni hammasini Allohning o'ziga aytib olsangiz, bandasiga aytadigan so'zingiz qolmaydi. Shunday emasmi? Dardingizni, shikoyatingizni to'kdingiz Allohga. Yuragingiz bo'shadi. Bandasiga nimangiz qoladi? Shirin gapingiz qoladi, shirin muomalangiz qoladi. Hadab kelib ming'ilab shikoyat qila olmaysiz. Duoni ijobat bo'lishi odoblaridan bu qiblaga qarab qo'lni ko'tarib turishlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Arafotda shomgacha qo'lini ko'tarib osmonga duo qilib turganligini rivoyat qiladi sahobalar. Badr g'azotida Allohdan nusrat so'rab payg'ambarimiz shunday qo'lini osmonga ko'tardiki, yelkasiga tashlab olgan ridolari tushib ketdi. Qo'lni ko'tarib osmonga ko'kka cho'zib Allohdan so'rashlik duoni odoblaridan hisoblanadi. Yana odoblaridan kishi duoni oshkor ham, maxfiy ham aytmasligi. Mana shu ikkitasini o'rtasida pichirab duo qilib so'rashligi. Chunki Alloh taolo o'zi aytadi: "Ud'u robbakum tadarruan va xufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin." Alloh taolodan qo'rqgan holda, Alloh taolodan umid qilgan holda, ya'ni maxfiy holatda. Bir yo'li ichingizda ham emas, bir yo'li oshkora ham emas. Pichirab so'rang. Mana shu duoni odoblaridan. Yana odoblaridan kishi duo qilayotganda oshiqcha takallufga berilmasligi. Ya'ni so'zlarni terib, qofiyali qilishlikka harakat qilib, bir chiroyli qilib, rang-barang qilib duo qilishlik emas, boricha tilingizga nima keldi? Nima keldi? Ba'zi bir odamlarda qofiyalik, davomli qilib duo qila olmaysiz, lekin bori kelyaptimi? Allohga shu narsa yoqadi. Oshiqcha takalluf 10 yil kitob o'qisangiz ham o'shaqa duo qila olmaysiz. Lekin kerak emas unaqa duo qilishlik. Borini so'rang Allohdan. Parvardigoringiz ichingizdagi narsani bilib turadi. Musa alayhisalom Allohga duo qilar ekan, Parvardigoro, men seni beradigan yaxshiligingga muhtojman dedi. Alloh akbar, bo'ldi. Alloh beraverdi. Atini aytmadi. Duoni odoblaridan kishi ijobat bo'lishiga aniq ishonib duo qilishlik lozim bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: Allohga duoinglar ijobat bo'lishiga aniq ishonib duo qilinglar. Zero Alloh qalbi g'ofil kishining duosini ijobat qilmaydi. O'zimizni bir qator savolga tutib ko'raylik-da. Qo'limizni ochganda shu qoraka duoni cho'zib yubordi demasdan, qalbimiz shu yerda tirik turib so'rayapmizmi yoki esnab turib duo qilyapmizmi? Duolarimiz ijobat bo'lmasligi yoki kechishligini savollardan bittasi qalb tirik emas. Ijobat qilishiga aniq so'rashlik kerak. Ro'parangizda ikkita odam turibdi, bittasini qo'lida hech narsasi yo'q, so'rasiz bera olmaydi, ikkinchisida bor, berishi mumkin. Ikkalasidan so'rashingiz bir xil bo'ladimi? Nomiga bundan so'rab qo'yasiz. Lekin ikkinchi odamda berishligiga umid qilganingiz uchun, ya'ni dardingizni ko'paytiribroq, kuchaytiribroq, ishontiribroq gapirishga harakat qilasiz. Allohga duo qilayotganda ijobat bo'lishligida shubha qilmasdan duo qilishlik lozim bo'ladi. Duoning odoblaridan yalinib Allohga yolvorib duo qilishlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Imom Muslim rivoyati. Duo qilsa bitta kalimasini 3 martadan qaytarardi. Bir narsani so'rasa 3 martadan so'rar edi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duosi ijobat bo'ladigan zot. Yalinib, yolvorib 3 martadan kalimasini qaytarib, 3 martadan aytib so'rayotganda biz necha marta qaytarishimiz kerak? Duoni boshlashlikda Allohga ham payg'ambar vasallamga salovat bilan davom etkazishlik va duoni oxirida payg'ambarga salovat aytishlik bilan tugatishlik duoni odoblaridan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bandalarim sizdan ey Muhammad alayhisalom, men haqimda so'rasalar, men ularga yaqinman. Menga duo qilgan paytlarida duogo'ylarning duosini ijobat qilaman. Bas haq yo'lga yurishlari uchun ular ham mening da'vatimga javob qilsinlar, menga iymon keltirsinlar.
Nabiy sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda muttafaqun alayhi shunday deydi. Ana inna Alloh azza va jalla yaqul ana inda zonni abdi bi va ana ma'ahu idza da'ani. Alloh subhanahu va taolo hadis qudusida shunday deydi. Men bandamni gumonidaman. Nima degani? Meni duoyim ijobat qilmaydi Alloh deydi bittasi. Uniki ijobat bo'lmaydi. Aniq ijobat qiladi Alloh deydi, uniki ijobat bo'ladi. Alloh meni duoyimni eshitmaydi deydi. Men eshitmayman unikini deydi. Alloh duoyimni eshitadi deydi, eshitaman deydi. Bandam meni qanday gumon qilsa, qanday o'ylasa, men shuman. Agar duo qilsa ijobat qilaman dedi. Biz ham duomizni eshitamikin Xudoyim? Biz ham duoyimizni ijobat qilamizkin Xudoyim deyotgan, shubhada duo qilayotganlarning duosi hech qachon ijobat bo'lmaydi. Kishi Allohning ijobat qilishiga shubha qilmasdan duo qilishi lozim bo'ladi. Bir kishi qalbi bilan tirik ijobat bo'lishiga ishonib duo qildi. Duo qildi, kelavermayapti hadeb. So'rayotgan narsasi. Ko'p bo'ladi bu narsa. Kelavermayapti-da. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil." Faqala ya'jal. Qad da'awtu falam yustajab li. Ichiladagi bitta odam shoshilmas ekan, shoshiltirmas ekan, albatta ijobat bo'ladi duosi. Qanaqa qilib shoshiltiradi? Ha, Allohga duo qildim, ijobat qilmadi. Bo'ldi, ijobat bo'lmaydi endi. Ehtimol ertaga kelardi. Ehtimol indinga kelardi. Endi kelmaydi. Chunki duo qildim, ijobat qilmadi deb turib, Allohdan noumid bo'ldimi? Bu kishining duosi ijobat bo'lmasligi aniq. Bizning ishimiz duo qilib so'rab qo'yishlik. Berish Allohning ixtiyoridagi narsa. Chunki biz duo qilar ekanmiz, albatta 3 ta narsadan bittasiga albatta yetishamiz. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis Abi Said al-Xudri roziyallohu anhudan. Banda duo qilar ekan deydi Rasululloh. Albatta 3 ta narsadan bittasiga yetadi. Yo so'ragan narsasini tezlik bilan oladi, yoki oxiratga olib qo'yiladi, yoki so'raganchalik narsani ziyonidan Alloh tiyib qo'yadi. Million so'radingiz, Alloh xolasa beradi. Xolasa millionlik savobni oxiratga olib qo'yadi, xolasa millionlik ziyondan nima qiladi? Mana uchala holatdan qaysinisida biz yutkizyapmiz, aytinglarchi? Uchalasida ham yutyapmiz. Dunyoda bersa ham yutyapmiz, oxiratga o'tkazib qo'ysa ham yutyapmiz, millionlik ziyondan tiyib qo'ysa ham yutyapmiz. Demak, bandalar duo qilishligi o'zlarini foydasi. Imom Muslim rivoyati Abu Dardo roziyallohu anhudan musulmon odam boshqa bir musulmon birodarini zohiril g'oyibdan, ya'ni yonida turmasdan boshqa joyda turgan paytda haqqiga duo qilar ekan, yonida bitta farishta turadi. Amin. Amin. Aytganing ijobat bo'lsin, senga ham birodaringga so'ragan narsa bo'lsin deb turadi. Endi bir kunda necha marta o'zimiz haqqimizga duo qilamizda va necha marta g'aybda bo'lgan, bizni oldimizda bo'lgan birodarimiz haqqiga duo qilamiz. Safarda, tirikchilikda, boshqa bir mamlakatda yurgan bo'lsa. Duoning ijobat bo'lishining shartlaridan kishini luqmasini halol bo'lishiga deb aytdik. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda mu'minlarga dedi payg'ambarimiz. Payg'ambarlarga buyurgan narsani buyurdi. Ya ayyuhar rusul kulu minat toyyibati va amalu soliha. Payg'ambarlarga nimani buyurgan edi? Ey payg'ambarlar, pokiza narsalardan yenglar va solih amallarni qilinglar. Endi mu'minlarga nima dedi? Ey iymon keltirganlar, pokiza, biz sizlarga rizq qilib bergan pokiza narsalardan yenglar dedi. So'ngra bir safarga chiqqan odamni payg'ambarimiz zikr qiladi. Musofir odam duosi ijobat. Lekin safar uzoq bo'lib ketgandan kiyimi iflosi chiqib ketdi. Najosat dedi, iflos bo'lib ketdi. To'g'ri kelgan narsani yeyishga to'g'ri keldi. Luqmasi harom bo'ldi. Jasadi harom bo'ldi. Harom bilan o'ralib ketdi. Yana bu banda qo'lini ochib osmonga qarab, ya Rob, duosi qanday ijobat bo'lsin? Yegani, ichgani, kiygani harom bo'lib ketgan bo'lsa. Qanaqa pul topayotganimizga qaraylik, akalar. Qancha topayotganligimizga emas. Ozgina pul topib turib, halol bo'lsa, umid bilan qalbimizdan duo qilsak, Alloh barakot beradi shu pulimizga. Qanchaligi qiziq bo'lmasin. Qanchaligi hech qachon yetarli bo'lgan emas. Buni kattalarimiz yaxshi biladi. Ko'p bo'lganda ham yetmagan, oz bo'lganda ham yetmagan. Insonga hech qachon yetmaydi. Boyagi hadisga qaytadigan bo'lsak, duo qilyapti, so'rayapti, hech kelmayapti-da hali narsa. Hech kim til bilan aytmaydi, men duoim ijobat bo'lmayapti deb. Hayotdan o'tkazib qo'yadi. Mana shu narsadan ehtiyot bo'lishlik kerak. Shuncha yildan beri so'rayapman, bermayapti ya Alloh. Beramikin o'zi degan yuridan o'tib qolmasligi kerak. Aniq ishonib duo qilishligimiz kerak bo'ladi.
Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahu shunday bir chiroyli hikmatli so'zlar aytadi. Insonni boshiga musibatlardan iborat bir dengiz to'lqinlari bostirib kelganda duo bilan qaytaringlar uni. Anas ibn Malik aytadi: inson bolasi duo bilan hech qachon ojiz qolmaydi va hech qaysi kishi duo qilar ekan halokatga ro'baro bo'lmaydi. Abu Zar G'aforiy roziyallohu anhu aytadi: kishi Allohga duo qilsa, lekin orqasidan oldidan savobli amal qilmasa, bu xuddi tuzsiz ovqatga o'xshaydi qilgan ishi. Savobli ishni qilishlikdan oldin yoki keyin qat'iy nazar duo qilsangiz-u, savobli ish bo'lmaydigan bo'lsa, bu tuzsiz ovqat bo'ladi deydi. Gunohni qiladi, duoni qilaveradi. Namoz o'qimaydi, duoni qilaveradi. Haromdan pul yeyoradi, duoni qilaveradi. Bu odamning duosi ijobat olmaydi. Albatta oldida yoki orqasida savobli amal bo'lishligi lozim bo'ladi. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu aytadi: kim o'zini gunohkorligini tan olayotgan bo'lsa, Allohning mag'firatiga ro'baro bo'ladi. Kim Allohga qilgan toatini minnat qilmasa, jannatga dohil bo'ladi. Kim Allohga ixlos bilan qo'l ko'targan bo'lsa, duo qilgan bo'lsa, albatta Alloh uni ijobat qiladi. Duo bu haqirlik, bu bandani xorligi deb aytdik. Shu inson Allohning oldida o'zini xor tutib, qo'lini ochib duo qilar ekan, albatta Alloh ijobat qiladi. Faqat shu duo qilishlikda insonning qalbi faqat Allohning o'ziga bog'lanishligi lozim. Ja'far Sodiq roziyallohu anhu oldiga bir kishi kelib aytdiki, menga Allohning buyuk ismlaridan, Ismil Azamdan o'rgatmisizmi? Shu bilan duo qilsam ijobat bo'ladigan bo'lsin duoyim dedi. Ja'far Sodiq roziyallohu anhu xo'p dedi. 5 daqiqa qoldi, sal endi uyg'onib olinglar. Uxlayotganlar. Mana shunday bir qish kuni edi. Sovuq edi. O'rgataman, faqat bitta shartim bor dedi. Kiyimlaringni yechasan, chiqib onovi muzlab turgan hovuzda dedi. Muzda turgan hovuzda cho'milasan dedi. Endi Ismil Azamni o'rgataman deyapti. Ya'ni shunday bir ismki, shuni o'rtaga qo'yib duo qilsa, albatta duo nima bo'ladi? Ijobat bo'ladi. Ya'ni arziydi bu soqotishlikka. Kiyimlarini yechdi, suvga tashladi. Bir muddat suvda turdi-da, shunday suvdan chiqib kelayotgan paytda Ja'far o'zini ashablariga qaytaringlar suvga buni dedi. Chiqmoqchi bo'ldi, uni turtib suvga tushirishib yubordi. Har qancha yalindi bularga, har qancha iltimos qildi, muzlab qolaman, o'lib qolaman deb yolvordi. Lekin chiqarishmasdan turtishyapti qaytib. Oxiri o'lishligini sezib qoldi. Muzlab qatib qolishini sezdi-da, Allohga xolis duo qilishni boshladi. Parvardigor, o'zingdan boshqa madodim yo'q. Xolis duo qilganligini eshitgandan keyin Ja'far chiqaringlar dedi. Chiqdi. Kiyinib, sinib o'ziga kelgandan keyin endi o'rgating dedi. Sen o'rganding dedi. Chunki seni chiqarib olishga mumkin bo'lgan odamlar seni turtayotganligini ko'rganingda Allohdan boshqa hech kimga umid bog'lamading. Ini Alloh seni chiqardi dedi. Xulosa, biz bandalarning orqasidan yurib, bandalarga yalinib, moishimni to'lab berib qo'ying, mana kamimni qilib berib qo'ying deb yalinib, yolvorib turib, oxirida duo qilamiz. Chunki bu banda sizni hojatingizni ravo qila olmaydi. Bu o'zinikini ham ravo qila olmaydi bu. Qayoqdan o'zizgina ravo qilib bersin. Bizning duomiz qachon ijobat bo'lar ekan? Qo'llarimizni ko'kka ko'tarib, hech kimdan umid qilmagan holda, faqat Allohning o'ziga iltijo qilganimizda Alloh ijobat qiladi. Konstantiniyani fathida haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday bir hadislarda aytadi. Konstantiniyani eng zo'r qo'shin fath qiladi. Naqadar zo'r qo'shin bu qo'shin va naqadar zo'r amir bu amir dedi. Juda ko'p sahobalar, juda ko'p tobiinlar mana shu sharafga yetishlik uchun mana shu Konstantiniyani fathida harakat qilsin, lekin ularga Alloh taolo nasib qilmadi. Muhammad Fotih mana shu shaharni fath qilgan muzaffar qo'mondon 12 yasharida eshitar ekan hadisda, o'qir ekan. Men bo'laman shu der ekan. Men fath qilaman der ekan. Mo'ljalni balad qo'yyapti. Uy solaman, mashina minaman demayapti. Allohning roziga o'sha payg'ambarimiz aytgan sharafga men yetaman dedi. Allohga haqirlik bilan duo qildi. Alloh taolaga o'zini muhtojligini izhor qildi. Zaifligini tan oldi. Allohdan boshqa hech kimga umid qilmadi. Alloh taolo mana shu kishiga nasib qildi. Mana shu shaharni fath qilib, yer yuzidagi eng katta mamlakatda ikkinchisini musulmonlarda qo'lga o'tgan paytda, yer yuzidagi eng boy bo'lgan, eng qudratli bo'lgan podshoh o'zini chodirida sajda qilib turar edi. Yonidagi vazirlardan biri chodiriga kirgan paytda. Kirgan odam
haligi Muhammad Fotihni turishiga o'rniga rosa kutdi, lekin cho'zilib ketdi. Muhammad Fotih nima der edi? Allohga o'zini faqirligini izhor qilar edi. Allohga zaifligini izhor qilar edi. Allohga muhtojligini, boshqalarga muhtoj emasligini tan olar edi. Allohni o'zigagina xorlik qilganligi uchun, Allohni o'zidangina umid qilganligi uchun Alloh hech kimga bu kishini muhtoj qilmadi. Allohni o'ziga yig'lasak, boshqa bandasidan umid qilmasak, albatta Alloh taolo birovga xor qilmaydi. Duo Allohga bo'ladi. Duo, umid, suyanish, so'rash Allohdan bo'ladi. Bandasini o'rtaga qo'yishlik duoning ijobat bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Handaq g'azotida 300 ta musulmon bilan qoldi. Ro'parasida 10 mingta qo'shinga qarshi. Allohning o'zidan boshqaga muhtoj bo'lishmadi, Allohni boshqasidan kutmadi umidni, Alloh taolo shamol bilan dushmanni nari qilib qo'ydi. 314 ta musulmon 1000 tadan oshiqroq bo'lgan Badrda mushriklarga ro'bara bo'lib, Allohning o'ziga duo qilishuvdi, 1000 ta farishtani tushirdi. 12 ming qo'shin Xunaynda yengilib qolib, 100 ta odam yig'ildi payg'ambarimiz atrofida. Allohning o'ziga muhtoj bo'lishuvdi. 12 ming qo'shin yenga olmagan dushmanni 100 ta qo'shinda 100 kishining qo'li bilan Alloh taolo g'alabani berdi. Bu kishilar Allohdan boshqaga muhtoj bo'lmagan. Duoni faqat Allohga qilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qildi. Abu Bakr xalifa bo'ldi. Bilolga ozon aytishlikni buyurdi. Bilol roziyallohu anhu ozon aytmayman dedi. Aytasiz dedi. Ey Abu Bakr dedi. Agar siz meni Umayyadan o'zingizga qul qilish uchun sotib olgan bo'lsangiz, buyuring chiqib aytaman. Agar siz meni ozod qilishligingiz Alloh uchun bo'lgan bo'lsa, meni tinch qo'ying dedi. Qanday qilib ozon aytaman men? Hayya alas solah, hayya alal falah deb Rasulullohning hujrasiga qarasam, Rasululloh chiqib kelmasa, men qanday toqat qilaman dedi. Rasululloh o'tdi. Oradan bir necha o'yinlar o'tdi. Quddus fath bo'ldi. Quddusda sahobalar yig'ilishdi. Butun Shom yurtlarida yurgan musulmon lashkari yig'ildi. Hazrat Umar Quddus kalitini oldi, iltimos qilishdi. Bilolga ayting ozon aytib bersin deydi. Bilol roziyallohu anhu ozon aytdi. Hamma sahoba yig'ladi. Chunki bu sahobalar Allohdan boshqaga muhtoj bo'lmagan edi. Bularning duosi faqat Allohga bo'lgan. Ishonishi Allohga bo'lgan, suyanishi Allohga bo'lgan. Alloh bularni yer yuzida mukarram bandalardan qildi. Duolarimiz ijobat bo'lishi uchun Allohni o'zidan boshqaga bog'lamaslik lozim. Ixlos bilan duo qilishlik kerak bo'ladi. Shunda duolarimiz ijobat bo'ladi. أقول قولي هذا أستغفر الله ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط Bugungi suhbatimizni bir misol bilan boshlasak. Bir kishi ikkita paxrini ko'tarib daryoni bo'yiga suv olib kelgani ketayotgan bo'lsa, yonida ketayotgan sheriga paxrining tayi teshik ekan, paxrini almashtirib ol desa, haligi odam paxriga qarashni bilmasa-da yoki qarashni xohlamasin, ishi bo'lmasin, o'zingni paxringni ko'tarib ishingni qilaver desa. Ikkala teshik paxri bilan borib ikkita suvni botirib olsa-yu, uyga kelgan paytda paxri teshikligidan botir suv qolmagan bo'lsa, suv olib kelmayapman deb yana borsa, yana shu teshik paxridan yana qaytib kelsa, bu odam o'zini o'zi ovora qilayotgan bo'ladi. Bu odam hargiz uyga suv olib kelolmaydi, chunki ana shu quridagi teshik. Bu misolni nima uchun keltirdik? Siz bilan biz ana shu paxrini ko'tarib, ibodat degan daryoga borib, savob degan narsadan umid qilib paxriga ko'taryapmiz, uyimizga olib kelay desak, paxrimizni teshikligidan savoblarimiz ko'chada to'kilib ketyapti. Shu teshik nima? Biz 20 marta, 30 marta bormaylik. O'sha teshikni yamab olib turib, bir marta boraylik, paxrisiz keladi uyimizga. Yoki eplab qilgan savobimizni shu bir ish bor ekanki, bularimizni shunday bir sifat bor ekanki, bu mana shu qilayotgan hamma savobli amallarimizni bir qo'l qilib havoda qilib yo'qotib tashlar ekan. Bu qanaqa teshik edi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Dawud keltirgan hadisda, sahih hadisda marhamat qiladi. Iyyakum val hasad, fa innal hasada ya'kulu al hasanati kama ya'kulu an-nar wal hasada aw qala ash. Hasaddan ehtiyot bo'linglar dedi Rasululloh. Zero hasad ularni qilgan savobli amallarni xuddi o't qurigan cho'pni yoki o'tinni yeb olov tugatgandek savobli amallarni shuni yeb tugatib boradi. Bugungi suhbatimizning mavzusi hasad degan mavzu bo'ladi. Hasad nima? Hasad degani mana Imom Bayhaqi o'zining Shu'abul Iymon degan kitobda shunday bir ta'rif beradiki, "Wal hasadu ihtimamu bin ni'mati yaraha li akhihi al-muslim wa tamanni li zawaliha anhu, thumma qad yatamanna ma'a hada an takuna tilka ni'matu lahu." Bu Imom Bayhaqiyda hasad degan so'zga bergan bir ta'rif. Hasad ro'parasida turgan bir musulmon birodarida bor ne'matni yo'q bo'lishini xohlashlik. Shu ne'matni
o'ziga o'tib qolishligini xohlashlik hasad deyiladi. Bizda ikkita tushuncha bor. Hasad, havas. Hasad bilan havasni farqi bor. Hasad aytyapmiz, ro'parasida turgan odamdagi ne'matni yo'q bo'lib, o'ziga o'tib qolishini xohlashlik bo'lsa, havas ana shu kishidagi bo'lgan ne'matdaqa ne'matni o'zida ham bo'lishini xohlashlik nima ekan bu? Havas. Demak, hasad mumkin emas, havas ham mumkin emas. Inshaalloh bunga suhbatimiz oxirida to'xtalib o'tamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadis keltiriladi: "Khalasatun la yanju minhunna ahad." Uchta bir sifat borki, noto'g'ri bo'lgan, mazmun bo'lgan sifat. Hargiz kishilar bu narsadan qutula olmaydi. Bittasi yomon gumon, ikkinchisi hasad, uchinchisi shunlanishlik. Yomon gumon. Ya Rasululloh, biz bu narsadan qanaqa qilib qutulamiz unda? Boshqalar qutula olmasa deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tavsiya qilib aytdiki, agar bir musulmon birodarlar haqida yomon gumon kallangizga kelgan bo'lsa, uni tashqariga chiqarmang. Buni tekshirmang, orqasidan quvalab yurmang, taftish qilib josuslik qilmang. Chunki Alloh taolo Qur'onda "Vala tajassasu" bir yomon gumon tufayli birodar nima qilmang, josuslik qilib poylamang. Uyga kelib kim chiqdi, qancha narsa olib kirdi, necha mashina olib topdi, ishingiz bo'lmasin bu narsa. Bu harom bo'lgan narsa. Endi buni hunar qo'ygan bo'lsangiz, Alloh o'zi asrasin. Ikkinchisi, hasad. Hasad insonning qalbida ayting mana bir birodardagi ne'mati yo'q bo'lishini xohlash. Agar hasad bo'lsa, tiliga chiqarmasin dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Tiliga chiqarmasligi insonning qalbida qoladigan bo'lsa bu hasad, inson qalbidagi narsaga gunohkor bo'lmaydi toki so'zida yoki amalida tashqariga bu narsani chiqarmagunicha. Va uchinchisi shumlanishlik. Bizda irim deb qo'yamiz buni. Bizda irim bormi yo'qmi? Bor. Tiqilib yotibdi. Sho'pir akalarimiz ertaman mashinasini oldi, yuzdan maqtay oldiga, hozir yurgizib berdi. Ha desa, sirasi orqaga yursa, ishlarim bo'lib ketadi. Ertaman chiqib ketsa, mishig'ini o'tib ketib qoladi. Allohdan qo'rqmaydi, mishig'dan qo'rqadi. Ertaman itmini o'tib ketsa, ishlarim yaxshi bo'lib ketadi degan. Tanamdan chiqdi, it chiqdi. Shupurgini yotqizib qo'yish, duo qilayotganda pishog'i olib qo'yish, ko'zmonchoq ilib qo'yish, yetsa sedanani bo'yniga ilib qo'yish, haqani singanini nima qilish? Qoqib qo'yish. Bu men bilganim. Endi sizlar bilganlari bundan ko'proq. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy Muslimda keltiryapti. Hech qachon shumlanishlikda yaxshi ko'rgan emas, balki yaxshi ta'yinni yaxshi ko'rgan. Allohga bo'lgan iymonimizni zaifligidan, ilmdan bexabarligimizni ko'ringki, agar mashinasini kelib olib kelib devorga taqab qo'ygan bo'lsa, kim shu buni? Orqaga tushgan bo'lsa, shu oldini bufurini ezib bo'lsa, jichchan vaqt qo'yadi. Mashinasini oldiga yuzib qo'yadi. Namoz o'qimaydi. Ibodatdan uzoq, lekin bunga o'xshagan irimlarni nima deb qabul qiladi? Ibodat deb qabul qiladi. Mana Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi, agar bir g'alati bir noxush ovozni eshitsangiz yoki ko'chaga chiqib ketayotib oyog'ingiz tushib qolsa, shunga o'xshagan ish bo'ladigan bo'lsa-da, aytinglarki, Allohumma la tayra illa tayruk va la khayra illa khayruk va la ilaha g'ayruk va la havla va la quwwata illa billah. Bismillah deb ko'chaga chiqing, inshaalloh hargiz bu narsani sizga zarari yetmaydi dedi. Yaxshilik ham yomonlik ham kimdan? Allohdan. Keyingi hadisda Imom Buxoriy va Muslim keltiradi bu hadisda la tabaghadu va la tahasadu va la tanajashu va kunu ibadallohi ikhwan. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis. Buğz adovat qilmaylar o'zaro. Musulmonlar bir-birlar bilan hasadlashmaylar va bir-birlar bilan talashib tortishmaylar. Allohni birodar bandalari bo'linglar. Xo'p, hasadgo'y odam. Mana aytdik, bu 3 ta gunohdan dedi payg'ambarimiz, odamlarda juda ko'pchilik ehtimol hammasi qutulishligi qiyin, qutula olmaydi. Hammaning ichida bir hasad bo'ladi. Kimgadir nisbatan. Faqat yuzaga chiqaradi buni yoki chiqarmaydi. Ikki odam bor edi. Hasadgo'y va hasad qilmaydigan odam. Muaviya ibn Abu Sufyon o'g'liga nasihat qilib aytadiki, o'g'lim deydi, hasaddan ehtiyot bo'ling. Chunki hasad siz hasad qilayotgan odamga ziyon yetkiza olmaydi, sizni yeb tugatib yuboradi. Ichingizda o't yonadiki, nariga odamga baribir kulyapsizmi, kul bo'lib ketyapsizmi, unga hech narsa zarari yo'q, na dunyosiga, na obro'yiga. Siz faqat o'zingizni ichingizni kemirgan bo'lasiz xolos. Imom Foqiy Abdullah Samarqandiy marhamat qiladi. Laysa shay'un min ash-sharri adar min al-hasad. Kishiga o'ziga o'zi ziyon yetkazishi bo'lsa, bir kishi o'ziga. Shu o'ziga o'zi zarar yetkazishlikning eng qattiq ko'rinishi bu hasaddir. Masalan, tovoqat ko'rga oshqozon kasal bo'lasiz,
issig'ida ko'p bir boshini olib o'tkazib yuboradi, bu zarar. Endi inson o'ziga o'zi zarar o'tkazishining eng qattiq yomon ko'rinishi bu hasadgo'ylik. Chunki hasadgo'y odam dunyoda o'zida 5 ta uqubat bilan albatta jazolanadi. Birinchidan, g'ammun la yanqati. Hech qachon tugamaydigan g'am bu odam bilan doim o'rtoq bo'ladi. Chunki kimni ko'rsa hasad keladi. Buni mingan mashinasini ko'rib, ichida o'tganyapti, buni solgan uyini, buni o'g'lini, buni qizini ko'ryapsiz-da. Haligi odamga nisbatan hasad ichingizni kemirib tashlayapti. Ichingizda bo'lyapti u. Kechqurun keldi hasadgo'y odam uyga, svet o'chib qoldi, bola chaqasi emasligiga ketdi, o'zi qoldi. Bilasizmi qanaqa mashaqqat bo'ladi bu? Chunki kelyapti falonchining uyini ko'rdi, ichi o't tutashdi. Keyin bitta mashinani o'tib ketdi, ichi tutashdi. Yana bitta odamni bir narsasini ko'rdi-da, yolg'iz qolsa bu odam uchun azob bo'ladi. Yurur o'zingizga kecha mana qilib. Mendan to'rtta so'm so'radi. O'zi kim odam qilib qo'ydi uni? Bu odam yolg'iz qolsa, bu odam uchun azob bu yolg'iz qolishlik. Endi taqvodor odamchi, yolg'iz qolsa unga mazza. Svet yo'q, bola chaqasi ketgan, jim qoladi. Kim bilan gaplashadi? Hech kim yo'qda chalg'itadigan, mazza qiladi. Munojot degan ibodat qiladi. Parvardigordan ovozini chiqarib, xuddi eshitayotgandek gaplashadi. Dardini aytadi. Qalbi bo'shadi, ko'ziga yosh keladi. Ikki xil odam, bittasi hasadgo'y, bittasi taqvodor. Hasad yo'q qalbida. Hasadgo'y odam birinchidan o'zini ichidan yeb tugatadi. Vaholanki nariga hasad qilayotgan odamga hech qanaqa buni ziyoni yetmaydi. Ikkinchidan, musibatun la yujar alayha. Hasadgo'y odam doim musibatda, mehnatda bo'ladi. Mana juma namoziga kelib issiqda o'tirish ham mehnat. To'g'rimi? Mashaqqat. Mana ertaga issiq kunlarda haj kelyapti. Mehnat, mashaqqat. Ramazon kelyapti issiq kunida. Mehnat. Hamma ibodat mehnat, mashaqqat. Lekin bu mehnat, mashaqqat uchun nima olamiz? Ajr olamiz. Hasadgo'y odam doimiy mashaqqatda bo'ladi, musibatda bo'ladi, lekin bunga ajr olmaydi. Kimga zulm qilyapti? Kishi hasadgo'y bo'lar ekan, boshqalardagi ne'matni ko'rib ko'rolmas ekan, bilinglar, bu birinchidan Alloh taologa dushmanlik qilayotgan kishi bo'ladi, na'zbillah. Chunki Alloh taologa deyapki, "Ya Alloh, nimaga uni buni berding? Unga bermasliging to'g'ri bo'lardi. Sen noto'g'ri qilsan" deyotgan bo'lib qolmaydimi, na'zbillah. Uchinchidan, mazammatun la yuhmad alayhi biha. Doim odamlar tomonidan mazammatga, odamlar tomonidan qarg'ishga, la'natga qoladi. Hargiz hasadgo'y bo'lgani uchun maqtovga uchramaydi. To'rtinchidan, Alloh azza va jalla unga g'azab qiladi. Chunki Alloh taologa bergan taqsimiga rozi bo'lmayaptimi? Alloh taoloning hukmiga qarshi chiqayotgan bo'ladi. Va beshinchidan, eng alamlisi, tug'laqu alayhi abwabut tawfiq. Ana shu nariga odamdagi uyga yoki pulga yoki mashina izimga yeta olmayapsizmi? Hasad qilganingiz uchun shu yo'lga yetishlik eshigi bekitib qo'yiladi sizga. Yeta olmaysiz. Unaqa mashina minmaysiz. U ilmni o'rganmaysiz, unaqa inson. Nima qilganingiz uchun? Hasad qilganingiz uchun. Jahannamga quyidagi kishilar deyildi, mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadisida keltirilyapti. Birinchilar qatorida kiradi. Qavmiga zulm qilgan amirlar, millatchilik qilgan arablar, ya'ni arabligi bilan faxrlanganlar, mutakabbirlar, xiyonatkor savdogarlar va bir-biriga hasadi bo'lgan ahli ilmlar. Jahannamga birinchilar qatorida kiradi, ilmlilar. Qaysilari? Bir-biriga hasad qilganlar. Agar ilmni kishi oxiratda ilmini Allohning roziligi uchun deb o'rgangan bo'lsa, o'ziga o'xshagan boshqa bir ilmli odamni ko'rganda hargiz hasadi kelmaydi. Bir mahallada bir qora to'rtta odamni o'qitayotgan bo'lsa, yana bitta qoraga ko'chib kelib, yana to'rtta odamni o'qitayotgan bo'lsa, Alloh uchun qilayotgan bo'lsa birinchi odam. Nariga odamni ko'rganda hargiz hasad qilmaydi. Chunki sen itarayotgan aravani u ham nima qiladi bir chekasini? Itaryapti. Sen tortayotgan aravani turtiyapti. Seni ishini yengillatayapti. Agar sen bu ilmni Alloh uchun o'rgangan bo'lsang. Endi ilmli odamlar birini ko'rib turib, bir joyda o'tira olmayaptimi? Bir ikkinchisini ko'ra olmayaptimi? Bir ikkinchisini ko'rsa chiqyaptimi? Demak, Alloh uchun o'rgangan deb ayta olmaymiz ekan. Ilmlilar ichida hasad dunyo maqsadi o'qilgan paytda paydo bo'ladi. Hasaddan ehtiyot bo'lish kerak yana bitta sababi, osmonda qilingan birinchi gunoh ham hasaddan boshlangan. Yerda qilingan birinchi gunoh ham hasaddan boshlangan. Odam alayhisalom mana yaralib haykal suratda turar ekan, Alloh azza va jalla mana ruhsiz holatda 40 kun beradi, Alloh xohlagancha jannatda haykal bo'lib turdi. Iblis keldida birinchi qalbiga kelgan narsa hasad bo'ldi. Kim bu? Nima uchun yaratildi? Farishtalarga aytdiki, agar buni dedi, 60 metr jonsiz turgan haykalni qarab, Odam alayhisalomga qarab, menga bo'ysundirsa, men xor qilaman buni dedi. Yo agar meni unga bo'ysundiradigan bo'lsa,
Men itoat qilmayman. Hasad qildi. Orqasidan kibr qildi. Yer izi qilingan birinchi gunoh qaysi bo'ldi? Odam alayhissalomning ikkita farzandi, Qobil va Hobil. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Ey Muhammad alayhissalom, ana shu qavmingizga Odam alayhissalomning ikkita farzandi haqidagi qissani bayon qilib bering. Alloh ularga qurbonlik qilinglar dedi, qurbonlik qildi. Bittasini qabul qildi, ikkinchisi qabul bo'lmadi. Hasadi keldimi? Seni o'ldiraman. Seni o'ldiraman. Demak, birinchi qilingan gunoh yuzida hasad bo'lyapti. Mana suhbatimizning boshida bir savolni qoldirib ketdik. Hasad mumkin bo'lmagan gunoh. Havas mumkindir. Lekin aytishki bu havas ham mumkin emas. Nima uchun? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "La hasada illa fitnatayn." Imom Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadis. Rajulun ataahu Allohu ta'ala al-Qur'an wa huwa yaqumu bihi ana al-layli wan-nahar. Wa rajulun ataahu Allohu ta'ala malan wa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahran ana al-layli wan-nahar. Imom Buxoriy rivoyat. Faqat ikkita kishini hasad qilishlik mumkin dedi. Ya'ni hasad deganda bizdagi havas ma'nosi. Bir kishini havas qilish mumkin. Alloh taolo unga Qur'on ilmini berdi. Ertaga kech tilovat qiladi. Ertaga kech Qur'on hukmi bilan yashaydi. Mana shu kishini havas qilish mumkin. Ikkinchi bir odam havas qilish mumkin. Bu Alloh taolo mol dunyo berdi. Mol dunyosini ertaga kech Alloh yo'lida info ihson qildi. Endi havas ham mumkin emas deyapti. Nimaga mumkin emas? Atik havas o'sha odamdagi puldaqa pul sizda ham bo'lsa, bu havas. Bu yaxshi. Ana shu odamdagi ilm sizda ham bo'lsa, bu havas, yaxshi dedi. Lekin siz ayta olasizmi? O'sha siz havas qilgan pulni sizga berganda yoki siz havas qilgan ilmni sizga berib qo'yganda, yaxshi solih odam bo'lib turashingiz. Sizga berib qo'ysa, tug'yonga ketib qolmaslikka, kibrga ketib qolmaslikka kafillik bera olasizmi? Demak, buni ham havas bo'lmasa kerak. Bu ikkita odamni nimasini havas qilamiz? Bittasini ilmini, bittasini pulini emas. Bittasini shu ilmni Alloh yo'lida o'rgatayotgan joyini havas qilamiz. Ikkinchisi shu pulini Alloh yo'lida info hisob qilayotganini, puli bilan ilmini emas, ularda qilayotgan amalini havas qilish mumkin. Chunki qadar aytamiz, shu pulni sizga berib qo'ysa, aytamiz qanaqa odam bo'lib ketasiz. Eslaylik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga bir ish keldi, ya Rasululloh, kambag'allikdan qiynalib ketdim. Duo qiling, men ham boy bo'lay dedi. Rasululloh nima javob berdi? Siz mana shu holatingiz yaxshi. Kambag'allikcha yashayvering desa, duo qilaring dedi, men ham boyib ketdim. Qiynalib ketdim dedi. Aytamiz, menda bo'lsa, bunday qilardim, bunday qilardim. Ha? Men ham masjid qurardim, holatimni so'rardim. Birodar, 10 so'mni tashab qo'ya olmaydigan paytingizda qanday 100 dollar tashab olasiz? Og'zida bera olmasangiz, ko'pida qanday berasiz? Sizga shu pulni berib qo'ysa, vaqaligi tushib ketmaydimi? Kayf topaga berilib ketmaysizmi? Shuni oqibati halol bo'lib ketmaysizmi? Qadam bilasiz. Yoki shu ilmni berib qo'ysa, siz takabburlikka, manmansirashlikka berilib ketmaysizmi? Aytalasizmi shu narsa? Demak, biz birodagi pulni ham, birodagi ilmni ham havas qilmaymiz. Shu ishlarni Alloh yo'lida sarf qilayotgan joyini nima qilamiz? Havas qilamiz. Mana Musa alayhisolam Madian qishlog'iga o'zini qavmida bir odamni o'ldirib qo'yib borganidan keyin daraxtga borib o'tirdi. Daraxtga borib o'tirdi-da, oyoqlari yetilib ketgan, og'izlari yegan ish bilan yo'g'ilgan, daraxtning barchini yo'rib og'izlari ko'karib ketgan, ochlikdan qonni umurtqasi yopishib qo'ygan holatda, yurtidan quvg'in bo'lgan, qo'rqqan, qochgan kishi daraxtga borib turib, so'rayotgan narsasini qarang. Nimani so'raymiz biz? Yurtimga salom borib olay, yegan ovqatni boshimga bir tom berdi. Chunki biz bilamiz nazarimizda bizga nima kerak. Musa alayhissalom Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Allohga seni menga beradigan yaxshiligingga men faqirman dedi. Ya'ni menga nima kerak bo'lsa, sen bilasan uni. O'shini ber menga. Yaxshilik qanaqa ko'rinishda bo'ldi? Payg'ambarga kuyov bo'ldi. Shuayb alayhissalomga kuyov bo'ldi. 10 yillik propiskasi uyi bilan. Ya'ni biz Allohdan so'rayotganda, o'sha biz so'rayotgan boylik, biz so'rayotgan o'sha bir obro' bizga yaxshimi, yomonmi ayta olmaymiz uni. Biz Allohdan so'raylikki, Parvardigor, menga nima yaxshi bo'lsa sen bilasan, shu narsani nima qilgin? Bergin. Endi biz hasad qilayotgan narsa yoki havas qilayotgan narsa yaxshi yomonligini Alloh azza va jalla faqat o'zigina biladi. Musulmonda haqqi 6 ta. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, Imom Muslim keltirgan hadisda laqitahu fasallim alayhi. Ro'paraga kelganda assalomu alaykum deyishingiz birinchi haqqi.
Va iza da'aka ajfa'jibhu. Agar siz bir valima qiladimi, to'y qiladimi, bir ish bilan, hojat bilan chaqirar ekan, unga labbay deb ijobat qilib borishingiz ikkinchi haqqi. Va iza sansahaka fansahlahu. Dan nasihat so'rasa, nasihat qiling bilsangiz. Va iza atasa fahamadallohu fashamithu. Agar shukrib alhamdulillah desa, yarhamukalloh deyishligi. Kasal bo'lsa ziyorat qilishingiz, vafot etsa janozasiga borishligi. Ro'baringizda bir odam hasabgo'y bo'lsa, yoki ukangiz, akangiz hasabgo'y bo'ladigan bo'lsa, uni to'g'ri yo'lga solib qo'yishlik, unga nasihat qilib qo'yishlik sizni ustingizga nimasi? Haq hisoblanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzuriga Yahudiylardan bittasi keldi, Oysha onamiz o'tirgan shu yerda. Assalomu alaykum Muhammad dedi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum dedi-da, bu sam degan kalima arab tilida aslam zahar yoki o'lim degan ma'noda bildiradi. Payg'ambar alayhisalom hadis so'zda eshitdi, va alayka deb qo'ydi. O'zingizga ham dedi. Chiqib ketdi, ikkinchisi keldi. Ikkinchisi kelib xuddi so'z aytdi. Assalomu alaykum Muhammad dedi. Payg'ambarimiz va alayka o'zingga ham dedi. Uchinchisi keldi-da, u ham assalomu alaykum deganda Oysha onamiz sabr qilolmadi-da, aytdiki, ey to'ng'iz va maymunlarning birodarlari, ey yahudlar yoki Oysha onamiz, so'kini bulardi. Axir Alloh bermagan salom bilan salom berishasanmi? O'lim tilashasanmi Rasulullohga deganda, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki, chiqib ketgan ekan Yahudi. Alloh fahshni yomon ko'radi dedi. To'kishni, qarg'ashni yomon ko'radi. Shunda Oysha onamiz ya Rasululloh, bir marta aytib, ikki marta aytishadi, uchinchisi chidolmadim. Sizga o'lim tilayotganini eshitmadingizmi dedi. Men nima deganimni eshitmadingizmi dedi. O'zingizga deb qo'ydimmi dedi. Yahudlarni ko'ringchi, Payg'ambar alayhisalom oldiga kelib turib, shukrishib turib, alhamdulillah deb quloq solib turishar edi. Va aytdik, musulmondagi haqqi shukrib alhamdulillah desa, yarhamukalloh deb qo'yish kerak. Endi Payg'ambar alayhisalom oldiga kelib Yahudilar shukrib alhamdulillah deb turibki, Payg'ambarimiz yarhamukalloh deb qo'ysa, Alloh sizga rahmatiga olsin. Bu duo edi, Payg'ambarimiz duosi ijobat bo'lib jannatga ketardi. Yahudilar bilib turib o'ynashishadi shu narsa. Shuning uchun g'oyril mag'dubi alayhim valaddallin Parvardigorning g'azabiga uchraganligini sabablaridan bittasi shu bo'lsa. Ular haqni bilib turib inkor qilishgan. Nasroniylar yo'qotib qo'yish haqi. Bu yerda kelib turib assalomu alaykum deydi. Alloh taolo fahshni yomon ko'radi. Va fahsh gapirgan kishini albatta bu nomaqbul bo'lgan o'rin. Yahudiylar dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, sizlarda ustingizda ko'p narsani hasad qiladi. Musulmonlarning ustida juda ko'p narsalarga hasad keladi. Shulardan eng qattig'i assalomu alaykum degan so'zni o'rtalarida borligi. Hasad qiladi shu narsaga. Ikkinchisi ominiylarga, namozdan keyingi ominiylarga hasad keladi ular. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, sizlar hargiz jannatga kirmaysizlar, iymoniy bo'lmaguninglarcha. Iymoniy bo'lmaysizlar, bir-biringlarni yaxshi ko'rmaguninglarcha. Endi bir ishni o'rgataymi dedi. Agar shu ish chiqsanglar, bir-biringlarni yaxshi ko'rasizlar. Bir-biringlarni yaxshi ko'rsanglar, iymoniy bo'lasizlar, iymoniy bo'lsalar, jannatga kirasizlar. Assalomu alaykum deb xosh aytinglar dedi. Qalaysan, tuzilsan, bo'laveradi. Irqa gap ketmaydi. Musulmonga beradigan tahiyati assalomu alaykum. Musulmon uchrashganda ham assalomu alaykum deydi, ketayotganda ham assalomu alaykum. Bu siz bilan biz iymoniy bo'lishimizga va jannatga kirishimizga sabab bo'ladigan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalari. Abdulloh ibn Amr ibn al-As roziyallohu anhu huzurida Rasulullohdan so'raldi. Ya Rasululloh, odamlar ichidagi eng yaxshi qaysi deb so'raldi. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Zu qalbi mahmum va lisanu sodiq." Mahmum qalb egasi va rostgo'y til egasi. Eng yaxshi mo'min. Rasululloh, rostgo'y til egasini bilamiz. Mahmum qalb egasi kim? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam javob berdi, "Huwa taqiyun naqiy allazi la aqama fihi va la hasada." Mahmum qalb egasi kim? Bu taqvodor bo'lgan, qalbi pokiza bo'lgan, g'illag'ashlik va hech bir kimsaga qalbida hasadi bo'lmagan kishi bu haqiqiy mo'minning ichiga eng afzalidir. Qalbida hasad yo'qligini qanday bilamiz ya Rasululloh dedi. Aytdiki, "Yansha'u huwa yashna'u dunya va yuhibbul akhirah." Dunyoga muhabbati bo'lmaydi bu odam. Oxirat bilan qalbi ovora bo'ladi. Shu odamda qalbida hasad bo'lmaydi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalardan o'tirgan kunlarda birida bir kishi kirib keldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu kishi kirishdan avvalki hozir bir kishi tahorat qilib, yuzlaridan, soqolidan suv oqqan holda kirib keladi, shu odam jannatda dedi. Turishida bir oddiy sahoba kirib keldi, Umar yoki Ali emas. Ertasi kuni payg'ambarimiz sahobalardan o'tirib shu gapni qaytadi. Hozir bir jannatli odam tahorat olib kirib keladi oldinglarga dedi. Qarashib yana hali odam keldi.
Birovni ishi bilan mashhur emas, oddiy bitta odam. 3-kun ham payg'ambarimiz jannatga odam keladi, o'sha odam keldi. Shunda Abdulloh ibn Amr ibn As hozirgi hadisni rivoyat qilayotgan sahobiy hech payt bordida, birodar dedi, otam bilan jinni aytishib qoldim, 3 kun uyga kelmayman deb qasam ichib qo'ydim. Shu siz uyingizda 3 kun mehmon bo'lsam dedi. Kirdi, ovqatlandi, xuftonda o'qidi, yotdi. Kechqurun nima ibodati bor ekan, oshga deb peshirmoqchi bo'ldi, hech qanaqa osh ibodati yo'q. Ertaman turdi, bomdodda jamoat bilan qilib, tishligiga ketdi. 3 kungacha kuzatdi, birorta maxfiy, birov bilmaydigan oshchi amali yo'q. Shu 3-kuni cheklayotganda aytdiki, birodar dedi, bu kelishimiz sababi men otam bilan olishmagan edim. Otam bilan gaplashmadim. Faqat payg'ambarimiz 3 marta jannatga odam kirib keladi dedi, qarasam siz kelaverdi. Siz nima ishingiz bor ekan oshcha bizdan? Shuni bilgan ekandim dedi. Siz ko'rgandan boshqa hech qanaqa amalim yo'q. Abdulloh ibn Amr ibn As chiqib ketayotganda aytdiki, to'xtang dedi. Bitta narsa qolib ketdi, aytib qo'ymagan. Xudoga yaratgan qonga Xudoga bergan kunida meni qalbimda hech qaysi musulmonga nisbatan hasadim, gina kuyuratim yo'q. Abdulloh aytdiki, ehtimol shu amalingiz bo'lsa kerak, jannatga olib keladigan. Yana bir kishining qalbida hech kimga nisbatan hasad bo'lmasligi uni jannatligiga dalolat qilyaptimi? Demak, bu og'ir ish ekan. Lekin iloji bor ish. Biror kun yashab ko'rayotsa hasad qilmasdan. Hasad qilmaslik yo'li oson ekan. O'sha hasad qilayotgan odamga assalomu alaykum deb borib ko'rishingda. Hali siz hasad qilayotgan yomon odam, nazaringdagi yomon odam. O'zi yomon emas u ham. Siz xo'mrayganingizni ko'rib turib, u ham xo'mrayib ketyapti. Siz bor assalomu alaykum deb qo'ysatinglar, u ham qo'lini beradi. Payg'ambarimiz aytayapti-ku, bir-biringizga assalomu alaykum deylar, muhabbat bo'ladi qalbingizda deydi. Uzoqda to'ng'iz qarashga qarab turamiz xo'mrayib, u ham bizga xo'mrayib qaraydi, bo'ldi. U yomon odam. Ha, gaplashdingmi bir aniqda? Birovga muomala qildingmi? Yo'q. O'zi ko'rinishi yoqmaydi. Demak, assalomu alaykum deb oshkor aytishligimiz qalbimizdagi hasadni yo'q bo'lishiga sabab bo'ladigan amaldir. Mana quyida ikkiloqni hadis qoldi, qisqaroq ochishga harakat qilamiz. Yana aytadigan gapimiz yo'q, vaqtimiz nima qilingan faqat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda la yastamu fi jaz'i abdil mu'minin ghubarun fi sabilillah va fi jahannam. Allohga iymon keltirgan mu'minning qalbida deydi. Allohning yo'lida yurib, boshiga betiga chang qo'ygan bo'lsa, Allohning roziligi yo'lida yurib, chang qo'ygan bo'lsa, shu chang tekkan yuzga jahannam o'ti harom. Bu bet ustida bu chang bilan jahannam o'ti hech qachon birlashmaydi. Va Allohga va qiyomat kuni iymon keltirgan mo'min bandaning qalbida iymon bilan hasad birlashmaydi dedi. Shunday bu juda bir og'ir narsa. Iymoni bor odamning qalbida hasad bo'lishi kerak emas. Hasad bormi? Yana iymon ozroq bo'lyapti. Ko'rolmayapmizmi bir-birimizni? Keyingi hadisda payg'ambarimiz aytadi, sizlar ustinglarga avvalgi ummatlarda halok degan bir kasal kelyapti dedi. Bu hasad va buğz adovat. Mana shu hasad va buğz adovat xuddi kuchları sochni qirib tashlagandek, ularni qirib tashlaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davridan keyin bir qancha muddatdan keyin fitna zamonlari bo'ldi. Musulmonlarni qirishni boshladi. Nima tufayli? Ana shu buğz adovat va hasad tufayli. Alloh subhanahu va taolo ana shu qalbida hasad yo'q bo'lgan jannatiy bandalardan qilishligini Alloh azza va jalladan so'raymiz. Va aytadigan oxirgi so'zimiz ana shu hasadni borib ekan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Subhana robbika robbil izzati va salamun alal mursalin alhamdulillah. Kezlar haqida ozgina ma'lumot bersangiz, qaysi kasallik bilan necha yil bo'ldi kasallanganlarga? Butun mazasi bo'lmay qoldi-da. Bosh og'rigan, hushidan ketib qolgan nimalarda, yo'llarda. 4-bosqich miya saratoni deydi. Mutasaddi berganmidimi? Hamma joyiga metastaza bergan. Badanlarigacha, polni suyaklarigacha bergan. Endi chiqib ukamga aytishim kerak, aytolmayman-da. Rosa o'sha vaziyatga eshitganingizda dushmanimga ham ravo ko'rmayman-da bunaqa vaziyatni. Kimyo olib keldi. Olib kelgan kuni 3-kuni o'zi ko'zlari shunday qorachiklar boshqacha o'pnib qoldi-da. Bu Moskvadagi odam ham bir begona odam, bizga umuman yaqinlik joyi yo'q. Lekin qancha xarajat bo'lsa hammasini qilib, tekshirtirib, polni nima qilib berganda